Ertaga muhim tadbirim bor-ku. Ko'zlarim ostib charchoq bo'lib turibdi. Qanchayam bor-ku, bu yordam beradi. Agar sizda uyqu yetishmasligi, ko'z ostida ishlar, kompyuterda uzoq ishlash, doimiy charchoq bo'lsa, Fuxuf patchilarini sizga tavsiya qilamiz. Fuxuf namlantiruvchi ko'z osti patchlari ko'z osti terisini namlantiradi, quruqlikni kamaytiradi, ko'z ostidagi shishni pasaytirishga yordam beradi, mayda ajinlarni ketkazib, terini yumshoq va chiroyli ko'rsatadi. Qo'llanilishi: yuzni tozalab, patchlarni ko'z ostiga 15-20 daqiqaga ushlab turiladi. Olib tashlagandan keyin qolgan essensiyani yengil uqalab singdiriladi. Qachon qo'llash yaxshi? Ertalab shishni kamaytirish uchun, kechqurun esa namlantirish va parvarish uchun. Patchlarni nafaqat ko'z ostiga, balki burun, lab oldidagi ajinlarni kamaytirishga ham qo'llasa bo'ladi. Fuxuf patchlari bilan o'zingizni yanada tetik va parvarishlangan his qilasiz.